Do'stlar, assalomu alaykum. Mana men Xabasga oddiygina men salfetkaga kirib chiqdim. Mashinam chiqqanimcha quflanib qolibdi, pultni ham unutib ichkarida qoldiribman. Kalitlarim ham, pultlarim ham polni ichida qolib ketibdi. Avvalosi bunaqa ish hech kimning boshiga tushmasin. Mana xo'sh, akamiz ham yetib keldi. Assalomu alaykum. Aka, syomkada edik, charchamayapsizmi? Kaliting zamoqda ekan, pulting o'rta barda ekan, ha? Sir yes qilamiz-da. Voy. Bir qo'llab ochaveraymi, nima bu? Qiynalasiz aka, ochamaysiz bari. Yo'q, qo'ysancha. Ya. Bo'lma. Ya gap yo'q lekin aka bari. Rejimga tushib qolibdi. 908 pultimizda bagaj bilan kalitda birdaniga bosib o'ramiz. Ikkita zvuk beradi, passivniy rejim yo'q bo'ladi. Passiv rejimda salonda qoldirish kerak emas.